Qizlar bugun yostig'imizga orqasiga astar qo'yib olamiz. Astarning o'zining rangidan bo'ladi yostiqlardagi. Bu uzun yostiq bo'lgani uchun uzun tomonidan, ya'ni uzun o'lchab olingan, kesib olingan tomonidan buklab zamok qo'yib olamiz. Birinchi, agar kalta yostiq 50 qilmoqchi bo'lsanglar, mana bu kaltasidan buklab 3 sm buklab shu yerdan zamok qo'yib oladi. Hozir biz uzun yostiqqa qilyapmiz, shuning uchun mana buklab dazmol qo'yganman, qattiq qilib dazmol qo'yganman. Qochib ketmaydi. Yaxshi bo'ladi, dazmol qo'yib olasizlar 3 sm qayirib. Keyin zamok qo'yishni boshlaymiz. Zamokni xuddi shunday qo'yasizlar. Mana bunday qo'yib, bulavkalab olasizlar. Xuddi shunday qo'yib, mana bu uchiga to'g'ri kelishi kerak. Bu ham 3 sm zamok. Shu yerdan bulavkalab, hamma joydan bulavkalab chiqasizlar qulay bo'lish uchun. Demak, bulavkalab oldik mana. Xuddi shunday qilib bulavkalab olamiz. Bu yoqdan shuncha oshib chiqib turadi, bu yoqni tikib olamiz. Zamogimiz katta edi, o'shaning uchun mana shu yerdan kesib tashlashimiz kerak. Kesishimizdan oldin umuman shu tomondan qistirib tikib olasizlar. Kesishmaslik bo'lmasa kesib olasizlar tikib. Shunday tikib oldik. Tomonidan ham. Bu tomondan tikmaymiz. Mana endi zamokni kesib tashlaymiz. Zamogimizni tikishni boshlaymiz. Keyin tagiga e'tibor beringlar, o'zini ipidan qo'yinglar, adashib ketmanglar. Ya'ni ko'k rangli matodan, ko'k rangda o'zini rangidan qilib ip o'tkazib olasizlar. Birga ushlab olasizlar qochib ketmaslik uchun. O'zi bulavkalagan keyin qotib turadi. Shunda ham. Mana bu ikkinchi zamok qo'yayotganda, mana zamokni mana materialga birlashtirayotganda bulavkalab olamiz. 3 ta joydan, o'rtasidan, oxiridan. 3 ta joydan bulavkalab olamiz. Shunda osonroq bo'ladi. Mana qizlar, mana buni tikib oldik, tikib olganimni ko'rsatdim. Endi mana ochganimizda ikkinchi bet qoldi. Ikkinchi betini mana bu teskarini yopib, materialni tukiga qaraymiz dedim. Shuni qo'yganimizdan keyin mana bunday qilib, zamok ikkinchi tomoni ko'rinyapti. Material bilan birlashtiramiz. U tomonda bitta zakrabka bersangiz bo'ldi. Bu yoqdan mana bulavkalaysiz. Oxiridan mana tenglashtirib, materialga bir-biriga teng bo'ldimi? Zamoklar ham bir-biriga teng kelyapti. O'sha yerdan bulavkalab qo'yasiz. Xuddi shu yo'nalishda qo'yganday qilib tikib olamiz chekkasidan. Qo'yib, shoshmasdan ushlab olamiz material bilan zamokni birgalikda. Bulavkalasak juda ham yaxshi bo'ladi. Bir xil erinadi bulavkalashga. O'zim ham boshida bulavkalamasdan tikardim, qayta so'kib tikishga majbur bo'lardim. Ham zamok bilan materialni bir vaqtda birdan ushlab olinglar. Mana. Bir vaqtda qo'yib yubormasdan, oxirgi kelganda bulavkani yechib olib, ushlab mahkam. Shu material surib kelyapti. Ozgina itarib materialni. Yetib keldik. Endi ko'ramiz. To'g'ri chiqdimi yo'qmi? Mana zamogimiz. Mana shu holatga keladi. Dazmolingizlar обязательно orqa tomonidan. Tikuvchining ishi har doim manaqa dazmol qilib ishlov bersa, pardada ham, bunda ham dazmol qilib ishlovini chiroyli qilsangiz, chokingiz chiroyli bo'lsa, mana oxirida bir-biriga teng kelyapti. Buni tikishdan oldin bu yoqqa surib, endi birlashtiramiz. Endi yostiqning yuziga astarimizni birlashtiramiz. Mana yostiqimiz, uzun yostiqimiz. Birlashtirishni boshlaymiz. Betda ham xuddi shunaqa. Patiga qaraysizlar, chunki oldi bilan orqasi bir xil bo'lishi kerak. Qaranglar, ikki xil bo'lyapti mana. Mana bunisi mana bunday bo'lyapti, bunisi qoraroq bo'lib qolyapti. Aylantiramiz, to'g'ri chiqish kerakligi uchun. Mana endi bir xil bo'ldi. Mana kelasiz. Endi tukiga qaradigan, yonidagi tuklarga qaraymiz. Endi buni ham iloji boricha 4 tomondan bulavka qadab olish kerak. Bir-biriga mana bunaqa birlashtirayotganda, mana birlashtiramiz. Mana shunday birlashtiriladi. Bulavka qadab olamiz. 4 ta 5 ta joydan. Chunki oxirida surilib kelib qoladi bu material. Billur, kadifin, safiya, umuman ko'p narsa, ko'p materiallar surib kelib qoladi. Bulavkalangan eng yaxshi usul. Qizlar bulavkalashda yana bitta usuli. Bulavkangiz yo'q yoki bulavka qadagingiz kelmayapti. Mana ushlaysiz. Mana boshda bitta tikib olasiz. Mana tikib oldim. Mana o'rtasidan bitta tikib olib ushlab olasiz birinchi. Mana oxiriga yetib kelib, oxirini ham ko'rasiz, yetib keladimi, yo'qmi? Mana bunday ushlab oxiridan. Mana bizga oshib ham ketyapti ozgina. Oshig'i chiqib ketyapti, zamog'ni yoqaman.
boshidan bitta, oxiridan bitta. Mana bulavkalashni, mashinka bilan bulavkalashni ko'rsatyapman. Ko'rsataman. Bu boshidan bu boshida bir-birini ushlab olganingizdan keyin mana bu uchini ushlab oldingiz, ichini o'rtasini bitta to'g'ri o'rtasini ushlab olib, to'g'ri keladigan joyini ushlab. Ya'ni mana bu yoqdan, bitta bu yoqdan, men tepasidan o'rtasini zakripka berdim. Tepasidan boshlab berdim, men o'rtasidan beraman. Shu yerdan mana to'rtta tomon. Ana endi bemalol tikaveramiz. Boshlashdan bismillah deb. Mag'iz tikish ko'rsatganman. Shu mag'izni yo'nalishidan kelaverasizlar. Qo'l bilan sezib, ya'ni mag'iz tikkan mana mag'izni yo'nalishini ko'ryapsizlarmi? Mana qo'l bilan seziladi-da. Ko'rinmaydi. O'sha bo'ylab material bir-birini ustiga tushirib, anta ko'p chiqqan. Shunaqa ketaveramiz. Iloji boricha bunaqa mashinkalar bo'lsa, mashinkani qasini 3 ga qo'yib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Bir marta chok tikasizlar, 2 marta tikib o'tirmaysizlar. Mayda chok bo'ladi. Juda ham mayda emas, maydaroq. Mana endi boshladik yana. Tikishni boshlaymiz, ushlaymiz, qo'yamiz, mag'zini his qilamiz. Maydaroq bo'ldi chokimiz. Kelasini birdaniga ushlab olinglar har doim. Keyin mana bulovka berganman o'rtada, o'sha yerdan bunday ushlab olasizlar-da. Zakripka berdik-ku. Oxirrog'iga kelganmiz, mana oxirrog'iga kelayotganimizda oshiqchasi chiqib ketyapti-ku. O'shaning uchun tarang tortib, ozgina oshiqchasi chiqib ketadi, chunki usti suradi, har doim mashinkani usti suradi. Tarang tortib, tagidagi matomizni salgina o'zimizga tortib, men tagini tortyapman. Ustini bemalol qo'yib berib, urg'azamiz. O'shanda kelib beradi. Ato kelmaydi. Zamok esdan chiqmasin, zamok qolib ketmasin tashqarida. Ichkari kirgizib yuboramiz. Yetib kelganimizda boygina tagini tortib, ustini bemalol qo'yib tutganmiz. Mana usti bu ustiga tushish kerak. Shunaqa holat kirib ketish kerak. Mana o'zi yetib kelmayapti. O'zi bu yoqqa surilib bordi. Ozgina chiqarib olmasak bo'lmayapti. Hozir. Sizlar uchun uzdimmi, o'zi uzmash kerak, ko'rsatmoqchiman prosta. To'rtta tomondan xuddi shunaqa tikasizlar. Mana, hozir undan ko'rsatib beraman. Mana mag'iz orqasida tikilish qolmash kerak iloji boricha. Mana. Mana endi boshini bir-biriga olaymiz. Bu tomondan ham tiksa bo'lar ekan. Tiksa bo'ladi ekan. Ana ustidan faqat tikardim. Hozir tagidan tikib ham ko'rdim. Ustidan ham tikib ko'rdim. Agar bulovka qilib zakripka qilsanglar, bo'yindaqa yo bulovkalab yoki zakripka berib har tomondan material qochib ketmagan qilsanglar, ikki tomondan ham tiksa bo'lar ekan. Sizlar o'ngidan ham, ya'ni quruq tomondan ham, astar tomondan ham. Bo'ldik mana. Endi buni olib olamiz. Qizlar bitta narsa aytib ketay sizlarga. Bu tomonida, ya'ni astar tomonda ham tiksak bo'lar ekan, men bu quruq tomondan tiksak ham bo'lar ekan yonini. Faqatgina aytganimdek tepasidan, o'rtasidan zakripka berib olinglar. Ya'ni ushlab turish uchun material yoki bulovkalisizlar to'rtta tomonidan. To'rtta tomondan bulovka qilsanglar ham bo'ladi, zakripka bersanglar ham. Shunda ishonchli uvereniy chiqqan qizlar. Shunda yaxshi chiroyli bo'lib chiqadi. Mana chekkansi mag'izlari hammasi chiroyli chiqqan. Mana tayyor. Ochamiz. Yastig'imiz. O'zimga kichkina qildim, keyin katta qildim. Katta narsa qilib chiroyli. Mana. Chimchi tozalab olasizlar maydalarini. Mana hammasi bitdi. Buni ham teskari tomonlama dazmol qilinglar. Ichkaridan, astaridan boshlab ag'darib olib, keyin dazmol qilib yuborsanglar, mamchoklar hammasi yoyilib chiroyli chiqqan. Chekalari ham.